Onang nemgir muhurda osh markazi ham kundan kunga kuchayib ketyaptimi? Hozir bularni boplayman-da. Ha, uka, baqa qarab oling-da. Rosa bahavo joylar ekan, men savol qilib. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Nima xizmat? Buncha qiyshanglaysan, sen seriozroq bo'lgin. Uka, xizmat armiyada bo'ladi. Xo'p, nima buyurasiz? Menga uka bitta chichivich yapki. Ya, bizda unaqa ovqatlar bo'lmaydi. Osh, shashlik somsalar bo'ladi. Osh markazi-yu. Sizlarda osh markazimi? Men ham jin emasman, osh markaziga kelganman. Menga Trenddagi haligi achchiq oshingni olib kel, bor. Turqinga qarasam tepa chachim tikka o'lyapti. Mana, Yoqimli istaqa. uka izzivasa qilyapsanmi? Pixillatib qo'yaman hozir. Bu nima? Qoshiq. Qoshiq deydimi, kallang qurg'ur? Qoshiq deydi-yu. Biz men vilkada yeyman. Ota-bobom vilkada yegan. Tabiatdan shunaqaman. Dadam cho'pda yeydi Xitoyda cho'pida. Bor vilka olib kel. Bo'ldi, hozir olib kelib beraman. Assalomu alaykum. Vilka so'ragan ekansiz. Assalomu alaykum aka. Yo'q, vilka shart emas aka, qoshiq kelgan. Men ota-bobolarimizdan qolgan qo'lda yeyman aka mana. Voy, muhurda osh markaz. Menga qarang, hali akani chaqiring. Kulib yuradigan, iltimos aka. Yana nimadir kerak, olib kelaylik bironimi? Nima ichasiz, ayting. Shirlimi, ha? Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum aka. Kimsiz? Jaydi boshlig'imisiz? Aka, men osh yegan kelganmanmi, kaska qisgani kelganmanmi? Nima bo'ldi? Ofitsiantlar ahvolini qarang. Nima qilyapti? Mana nima qilyapti? Aka gapiring. Nima xizmat? Nima xizmat deyapti? Endi bunisiga qarang. Aka, Nima xizmat? nima xizmat deyapti? O'yin qilyaptimi men aka? Oshingiz haqida umuman gapirmasa bo'ladi. Maza qilmadim aka. Hey, odamlar bilmasini, bilasizmi oshingizdan nima chiqdi? Nima chiqdi? Guruch chiqdi. Max, ertadan oshga guruch solmanglar. Nimaga? Makrondan qilamiz, odamlar gapirib yuboryapti.